Siz nima aka? Sherzod aka. Sherzod aka. 30 million bersam nima deysiz? Mana kamroq bilan. Narx 30 million beraman. Mana kamroq bilan. Ko'ngil kelishtirib ayting, qani shuncha bo'lsa beraman. Sherzod aka endi 55 dedim Akmal aka, 50 bo'lsa sotamiz. ha. 50 lik ko'nglingiz ha. Sherzod aka qarang, meni aqlim yetmaydi u narxga olishga. Bitta addusha bir do'stona bir yordam qilaman sizga. Telefon nomeringizni ayting-da. 90lik 90lik 885 885 2107. 2107 ha. Nomerlarini qoldirasan Instagramga. Necha pul bo'lsa berasiz? Men savdo qila olmayapman buni. Necha pul oxiri tiralsa berasiz? Instagramdan nima ko'rib savdo qilsa. 40 bo'lsa berasizmi? Ravna 40 bo'lsa. 40 deb so'rashdi, bermadi. To'g'ri nima qilaman? 40 millionga so'rashdi bermadingiz, ha? Yo'q, 43 million ham so'rashdi, bekqa emas. Naqshdir sanaydiganlar bozorga olib kirganmi? O'zim 0 olib sotaydi, to'xtatganman ish. Ha. Uni men ishga oldim, hozir Kobul tomoqchiman. To'g'ri o'zingizdan. Ya, mayli, gap yo'q. Bitariyaga. Shu ko'nglingiz shu 43-45 lar o'rtasida ekanda. 45 bo'lsa mayli mana aka. Qarang aka. Akalar 45 millionga olayotgan bormi shuni? 2015 motorlari yaxshi, radnoy mashina ekan. Instagramga qo'ydim nomeringizni. Telefon qilishadi aka. Bu yerdan olib chiqmasa, balkim shumol shuni kimgadir muhimdir, Instagramdan ko'rib olar. Menga 1 so'm plyus kerak emas. Ishingiz hal bo'lsin aka. Mana aka, xafachilik yo'qmi? Aka siz bilan tanishganimdan chindan xursandman. Rahmat.